Rukudan avval va keyin qo'l ko'tarishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum. Rukudan avval va keyin qo'l ko'tarishning namozdagi o'rni qanchalik? Rukudan avval va keyin qo'l ko'tarmagangimi Rasulullohning hadisi bormi? 4 mazhab olimlari namozni qandoq o'qigan? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va onunğa taki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Namozga turib quloq qoqqanda qo'l ko'tarishning sunnatligiga barliq olimlar birdek ijmo qilgan. Bu ijmoni Imom Navaviy naql qilgan. Ammo namozda rukuga berishdan burun va rukudan turgandan keyin qo'l ko'tarish masalasida olimlarning ko'z qarashi o'xshash emas. Olimlarning qarashlarining bayoni. 1. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh, Imom Ibn Abi Layla, Savri qatorliq bir qism olimlar bu ikki ahvolda qo'l ko'tarish sunnat emas deb qaraydi. Imom Kasani mundaq deydi: Takbir tushirganda qo'l ko'tarish masalasiga kelsak, bizning qarashimizda farz namozlarda boshlash takbiridan boshqa takbirlarda qo'l ko'tarish sunnat emas. Bu Imom Malik rahmatullohi alayhidan kelgan ikki qarashning biridir. Undaq bo'lishda Imom Malik Muvatta degan kitobida rukudan burun va keyin qo'l ko'tarish haqida kelgan hadislarni rivoyat qilgan bo'lsa-mu, lekin shogirdi Ibnul Qosim uningdan qilgan rivoyatda qo'l ko'tarmaslikni tanlagan. Ba'zilar Maliki mazhabda mushuq qarash kuchlik deb qaraydi. Yana ba'zilar yana bir qarashni kuchlik deb qaraydi. Imom Ibnul Qosim mundaq deydi: Malik mayli tuvanga ingishgan holatda bo'lsin, mayli boshni ko'targan holatda bo'lsin, namozdagi takbirlarning ichida namozni boshlash takbiridan boshqa takbirda qo'l ko'tarish deganni bilmayman degan. Imom Ibnul Qosim yana Imom Malikning nazarida qo'l ko'tarish namozga quloq qiqishdan boshqa chaqda ojiz edi degan. Imom Ibn Rushd mundaq deydi: Olimlarning qarashlariga kelsak, Abu Hanifa, Sufyan Savri qatorliq barliq Kufa olimlari namoz o'quvchi qo'lini faqatla quloq qaqqanda ko'taradi deb qaragan. Bu Ibnul Qosimning Malikdan qilgan rivoyatidir. 2. Imom Shafi'i rahmatullohi alayh bilan Imom Ahmad rahmatullohi alayh, Imom Lays, Avza'i, Ishaq ibn Rahuvay, Abu Savr, shundaqla Abdullah ibn Mubarak, Buxoriy va Ibnul Munzir qatorliq olimlar bu ikki ahvolda qo'l ko'tarish sunnat deb qaraydi. Bu qarashdagilarni ko'pchilik olimlar deyishki bo'ladi. 3. Ba'zi ahli hadislar zohiriy qarashdagilar sajdaga borgandimi, sajdadan turgandimi, ikki sajda orliqidimi, ikkinchi rakatdan turgandimi, umuman tuvanga ingishgan har bir holat bilan har qatim boshni ko'targan holatda qo'l ko'taradi deb qaragan. Bu dalil jihatdan xili ojiz qarash bo'lg'achqa, bu qarash ustida to'xtalmay, yuqoriqi ikki qarash ustida to'xtalamiz. 4. Imom Shafi'i rahmatullohi alayhidan kelgan bir qarashda ikkinchi rakat oxirida tashahhudda o'ltirgandan keyin turgandami qo'l ko'tardi deb qaragan va bu qarash sahih hadisga tayangan bo'lsa-mu, ko'pchilik buni tutmagan. Biz bu qarash ustidami to'xtalmaymiz. Ikki taraf tayangan dalillar. Qo'l ko'tarmaydi deb qaragan olimlarning dalillari. 1. Al-Qamar rivoyat qiladi-ki, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu: "Men sizlarga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning namoziga o'xshash o'qib bermaymi?" deb namoz o'qib, qo'lini faqat birinchi qatimda ko'tardi. Bu hadisni ba'zi hadisshunoslar ojiz deb turib olgan bo'lsa-mu, cho'nqurroq izlanganimizda hadisning muhaqqiq hadisshunoslar tarafidan sahih deb tahqiqlangan ishonchli hadisligi aniqlangan. Qaraydigan bo'lsak, hadisning raviylarining Sahih Muslimda hadis rivoyat qilgan raviylar ekanligini ko'ramiz. Shunga bu hadisni Imom Tirmizi hasan deb baholagan, Imom Ibn Hazm, Imom Zaylaimi sahih deb baholagan, Shayx Albonimi sahih degan. 1. Abdurrahman ibn Abi Layla al-Bara raziyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozni boshlaganda qo'lini qo'lqiga yaqin ko'tarib, keyin qayta ko'tarmaydi. Bu hadisni Imom Abu Davud sahih emas degan bo'lsa-mu, lekin hadis rivoyat qilingan yo'llarni tafsiliy tekshirgunimizda uning dalilligiga yaraydigan hasan darajasidan tuvan emas hadis ekanligi ma'lum bo'ladi. 2. Al-Qamar rivoyat qiladi-ki,
Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozda dastlabki takbirda qo'lini ko'tarib, keyin qayta ko'tarmaganligini rivoyat qilgan. 3. Asvad rivoyat qilib deydiki, men Umar ibn Xattob radhiyallohu anhuning qo'lini dastlabki takbirda ko'tarib, keyin ko'tarmaganligini ko'rdim. Buning sanadi sahih bo'lib, Sahih Muslimning shartiga tushidi. Buni yana Imom Tahoviy rivoyat qilib, sahih deb baholagan. Imom Zaylaimo sahih deb baholagan. Imom Ibn Hajar raviylari ishonchli degan. Uning ustiga Umar radhiyallohu anhudan buning aksida biror sahih rivoyat kelmagan. 4. Asim ibn Kulayb atasidan rivoyat qiladi-ki, Ali radhiyallohu anhu qo'lini dastlabki takbirda ko'tarib, keyin ko'tarmaydi. 5. İbrahim Naxai rivoyat qiladi-ki, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dastlab quloq qoqqanda qo'lini ko'taradi. Undan keyin qo'lini ko'tarmaydi. Demak, Ali radhiyallohu anhu bilan Ibn Mas'ud radhiyallohu anhular namozning dastlabki takbirida qo'lini ko'tarib, keyin ko'tarmaydi. Buni texnik kuchli isbotlaydigani shuki, u ikkalarining shogirdlarining qo'l ko'tarmaganligi sahih holatda kelgan. Masalan, Abu Ishoq rivoyat qilib deydiki, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bilan Ali radhiyallohu anhuning shogirdlari qo'llarini faqat namozning dastlabki takbirida ko'tarib, keyin ko'tarmaydi. İmam Tirmizi bu qarashni tutgan salaf solihlar haqida mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalari va tabiinlardan bir qanchasi mushu qarash bo'yicha degan. U yana Sufyan bilan ahli Kufaning qarashidir. Masalan, tabiinlardan Ibrohim Naxai, Ibn Abi Layla, Alqama ibn Qays, Aswad ibn Yazid, Amir ash-Sha'bi, Abu Ishoq as-Sabi'i, Haysama, Qays ibn Abi Hazim, Mughira va ki Asim ibn Kulayb qatorliqlar bor. Yana Abu Bakr radhiyallohu anhudan qo'l ko'tarmaganligi hasan darajalik rivoyatda kelgan bo'lib, Osman radhiyallohu anhuning qo'l ko'targanligi yoki ko'tarmaganligi haqida hech bir rivoyat kelmagan. Ibn Umar radhiyallohu anhuning ko'targanligi haqida-mu, ko'tarmaganligi haqida-mu rivoyat kelgan bo'lib, ko'targanligi sahihroqdir. Qo'l ko'taradi deb qaragan olimlarning dalillari. 1. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuning o'g'li Salim rivoyat qiladi-ki, uning otasi Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma mundaq degan. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning namozga turganda qo'lini mo'risiga udul kelgicha ko'targanligini ko'rdim. Rasululloh rukuga bormoqchi bo'lsa-mu shunday qiladi. Rukudan beshini ko'targanda-mu shunday qilib, Sami'allohu liman hamidah deydi. Sajdada undaq qilmaydi. 2. Abu Qilaba rivoyat qiladi-ki, u Malik ibn al-Huwayris radhiyallohu anhuning namozga turganda takbir aytib qo'lini ko'targanligini, rukuga bormoqchi bo'lganda qo'lini ko'targanligini, rukudan beshini ko'targanda-mu qo'lini ko'targanligini ko'rgan ekan va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday qilgan deb so'zlab berganligini ko'rgan ekan. 3. Nafi rivoyat qiladi-ki, Ibn Umar radhiyallohu anhuma namozga turganda takbir aytib qo'lini ko'taradi. Rukuga borganda va rukudan turib Sami'allohu liman hamidah deganda qo'lini ko'taradi. 3-rakatga turganda-mu qo'lini ko'taradi. Ibn Umar bu hadisni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilgan. Yuqorida Imom Shafiy rahmatullohi alayhidan kelgan bir qarashda 3-rakatga turganda-mu qo'l ko'taradi deb qaragan qarash mushu hadisdagi 3-rakatga turganda-mu qo'lini ko'taradi degan iboraga tayangan. 4. Va'il ibn Hujr radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, u Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning namozga kirganda takbir aytib, qo'lini qo'lqining udulg'igacha ko'targanligini, ondan kiyimi bilan o'rnib olganligini, ondan o'ng qo'lini so'l qo'lining ustiga qo'yganligini, rukuga bormoqchi bo'lganida qo'lini kiyimining ichidan chiqarib ko'tarib, ondan takbir aytib rukuga borganligini, Sami'allohu liman hamidah deganda qo'lini ko'targanligini, sajdaga borganda ikki alqani o'ttirga sajda qilganligini ko'rgan. 5. Muhammad ibn Amr ibn Ata rivoyat qilib deydiki, men Abu Humayd Sa'di radhiyallohu anhuning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahobalaridan orasida Abu Qatada radhiyallohu anhu bar bo'lgan 10 kishi ichida turib mundaq deganligini anglagan. Men sizlarning ishinglardagi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning namozini eng yaxshi bildiganlarman.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning rukuga berishda va rukudan turg'unida, shundaqla 3-rakatga turg'unidami qo'lini mo'risigacha namozni boshlaganda ko'targanda ko'taradi. O'ltirgan sahobalar uningga: "Ras aytding, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam moshundaq namoz o'qiydi" deyishgan. Bu hadisni Tirmizi Hasan sahih degan, Albaniymi sahih degan. İmam Tahaviy Muhammad ibn Amir bu hadisni Abu Humayd Saidi radhiyallohu anhudan anglamagan deb ojizlashtirgan. Lekin İmam Buxoriy sahihida shundaqla Tarixiy Kabirda uning Abu Humayd Saidi radhiyallohu anhudan hadis anglaganligini muayyanlashtirgan. Shundaqdimi İmam Ayni Muhammad ibn Amir bu hadisni Abu Humayd Saidi radhiyallohu anhudan anglamagan degan kishi Sha'biy bo'lib, bu babda shuning gibi hujjatdir degan. İmam Buxoriy hazratlari qo'l ko'tarish haqida kelgan hadislarni sahobalardan 17 kishi rivoyat qilgan degan. Yuqoriqilar ikki tarafning asosli dalillarining muhim qismi bo'lib, bularga qarata bu masalada mundaq deyish mumkin. Birinchi, qo'l ko'tarish masalasi musulmonlar ijmo qilgan masala bo'lmasdan, sahobalar va tabiinlar o'xshash bo'lmagan qarashda bo'lgan masala bo'lib, qo'l ko'tarishning hukmi qo'l ko'tirdi degan qarashdagilarning nazardimi mustahab ishdir. Qo'l ko'tarmagan ahvolda namozga ta'sir etmaydi. İmam Shafiy rahmatullohi alayh mundaq deydi: Farzda bo'lsin, naflida bo'lsin, qo'l ko'tarilgan joylarda qasddan yoki bilmay yoki unutib qolib qo'l ko'tarmay qolsa, namozni qayta o'qishi yoki sajda sahviy qilishi kerak bo'lmaydi. Ikkinchi, qo'l ko'tardi deb qaragan olimlar ko'pchilik olimlar hisoblanadi. Rivoyat jihatdan qo'l ko'tarish haqida kelgan sahih hadislar ko'pdir. Shuning bilan bir vaqtda qo'l ko'tarmaslik haqida kelgan hadislarimi sahihdir. Sahobalardan Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning va uning shogirdlarining shundaqla umumiy Kufa xalqi bilan bir qism tabiinlarning qo'l ko'tarmay namoz o'qishini tanlaganligi aniq bir haqiqatdir. Ibn Umar radhiyallohu anhumadan ikki xil rivoyat kelgan bo'lsa-mu, qo'l ko'targan rivoyat taxmi sahihroq. Hazrat Umar radhiyallohu anhudan faqat bir xil rivoyat kelgan bo'lib, qo'l ko'tarmaydiganligi sahih holatda kelgan. Ko'tardi deb kelmagan. Hazrat Abu Bakrdanmi qo'l ko'tarmaydiganligi kelgan. Ali radhiyallohu anhudanmi shundoq. Uchinchi, bu masalada ilgarki olimlarmi xil ixtilof qilishgan bo'lib, İmam Buxoriy qo'l ko'tarish masalasida ayrim bir kitob tuzgan. Keyingilar bir qarashga taassublik qilib, sahih rivoyatlarni ojizlashtirishga, ojizni sahih deb baholashga uringan. Aslida bu masalaga insof bilan qaraydigan bo'lsak, qo'l ko'tarish haqidagi hadislarmi, ko'tarmagan haqidagi hadislarmi sahih. Ko'tarish haqidagi hadislar son va sahihlik jihatdan oldida turadi. Shunga buni ko'pchilik tarjih qilgan. Ko'tarmaganlik haqidagi hadislarmi sahih bo'lish bilan birga sahobalarning katta va peshqadamlarning tutgan yo'li bilan taxmi kuchayib ketgan. Chunki bu haqda hadis rivoyat qilgan sahobalarga qaraydigan bo'lsak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan uzun muddat birga bo'lib, 5 vaqt namozda Rasulullohning orqasida turib namoz o'qigan Abu Bakr, Umar, Ali va Ibn Mas'ud radhiyallohu anhular qo'l ko'tarmay o'qigan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan ancha uzun muddat birga bo'lib baqmagan, 5 vaqt namozda izchil Rasulullohning orqadagi safda emas, saflarning eng orqada turib namoz o'qigan Ibn Umar, Abu Humayd Sa'di radhiyallohu anhu qatorliq yosh kichik sahobalar, yana Rasululloh bilan birga Madinada faqatla 20 kun turgan Malik ibn Huvayris bilan Rasululloh bilan birga ozgina turgan Vail ibn Hujr radhiyallohu anhular qo'l ko'tarib o'qigan. Shunga İmam Abu Hanifa rahmatullohi alayh bilan Kufa olimlari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan uzun muddat birga bo'lgan sahobalarning peshqadamlarining yo'llarini tarjih qilgan va İmam Tahaviydek ba'zi Hanafi mazhab olimlari qo'l ko'tarishni mansux deb qaragan. Yuqoridagi ikki qarashning birini tanlab tutgan olimlar birini to'g'ri, yana birini ojiz yoki mansux deb tarjih qilgan bo'lsa-mu, biz har ikkisi to'g'ri ham sunnatga muvofiq, qaysini qilsa sunnatga muvofiq bo'ladi. Rasululloh ba'zida undaq, ba'zida mundaq qilish orqali har ikkisining to'g'riligini bildirib qo'ymoqchi bo'lgan deb qaraymiz. Har kim o'z qanoati bo'yicha xohlagan qarashni tutsa bo'ladi. Mutaassiblikdan xoli tadqiq qilgan olimlar bu masalaga mushundaq pozitsiya tutgan. İmam Dihlaviy bu masala ustida atrofli to'xtalib mundaq deydi: Qo'l ko'tarish masalasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
ba'zida qilib, ba'zida qilmagan shaklga chetishliq bir holat bo'lib, hammasi sunnatdir. Har ikki xil holatga sahoba, tabiin va undan keyingilar amal qilib mangan hamda bu Kufa ahli bilan Madina ahli o'zaro birlikka kelolmagan masalalarning biri bo'lib, har bir qarash ahlining o'ziga yarasha mazmun dalillari bor. To'g'risi, mening nazarimda hammasi sunnatdir. Vallohu a'lam. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh 2012 yili 6 oyning 9 kuni 30 numurliq fatvo.